Yoz paytida 12 milliy pranidan 8 ta idishda shunaqangi mazali trayfellar qilgandim. Bu shirinlik juda ham tez tayyor bo'ladi. Iftordan keyin mazza qilib yeysizlar. Birinchi bo'lib qaymoq va молокоdan mazali morojniy krem qilib oldim. Keyin pryaniklarni cho'pirga solib yaxshilab maydalab, yuzdagi xohlagan idishingizga trayfellarni yig'ib olsangiz bo'ladi. Pryaniklarni idishga solib sut bilan propitka qilib, qaymoqli krem nachinkasiga olcha, banan, kivi xohlagan mevadan foydalansangiz bo'ladi. Men orasiga muzlatilgan olcha solgandim. Shu tarzda trayfellarimizni yig'ib, ganashi uchun yaxshi ko'rgan shokoladdan foydalansangiz bo'ladi. Men cho'kib kremga ozgina yog' solib ganash qo'yganman. Qarabsizki, bir zumda iftor dasturxoni uchun mazali trayfellarimiz tayyor. Ishoninglar, qizlar mazasi juda ham zo'r chiqadi. Ishonmasangiz ertaga tayyorlab ko'ringlar. Reklamadan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroyli qizlar. Fox Market orqali yetish paroshok mahsulotlarini va suyuq gellarni juda ham arzon narxlarda xarid qilsanglar bo'lar ekan. Bitta kirib ko'rsanglar, narxlariga hayron qolasizlar. Mana shu hamma suyuq gellaringlarni bor yo'g'i 33300 so'mdan xarid qildim. Buning uchun Telegram poyskiga Fox Market deb yozasizlar va xohlagan mahsulotlarni arzon narxda xarid qilasizlar. Qizlar Fox Marketda juda ham katta chegirmalar ketyapti. Shoshilinglar.